Yurakda teshik bor. Odam qanday qilib yillab yurishi mumkin? Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Yurakda teshik bo'lsa ham bemor 30-40 yil hech qanday shikoyatsiz yurishi mumkinmi? Ha, mumkin. Bo'lmachalar aro to'siq defekti nima? Yurakni chap va o'ng bo'lmachasini ajratib turuvchi to'siqda tug'ma teshik bo'lishi bo'lmachalar aro to'siq defekti deyiladi. Nima bo'ladi? Bunda qon hajmi chap bo'lmachada yuqori bo'lgani uchun chap bo'lmachadan qon o'ng bo'lmachaga o'tadi va yurak o'ng bo'limlariga va o'pka tomirlariga ortiqcha yuk tushiradi. Nega xavfli? Yillar o'tib yurak o'ng bo'limlarining kengayishi, uch tabaqali klapan yetishmovchiligi, o'pka arteriyasida bosimning ortishi, yurak ritm buzilishlari, ayniqsa bo'lmachalar xilpiroq aritmiyasi paydo bo'lishi mumkin. Ko'p bemorlarda bo'lmachalar aro to'siq defekti tasodifan ekokardiografiya vaqtida aniqlanadi. Shuning uchun bemor hech qanday shikoyatsiz yurishi mumkinmi? Lekin bu muammo yo'q degani emas. Har bir bo'lmachalar aro to'siq defektini yopish shart emas. Qonning shunt